Lekin biz bir vagonlab suv ishlatishimiz kerak. Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q, suv tekin degan iboralar ong ostimizga singib ketgan. Suv haqini oldindan to'lab qo'yish kerak. Jo'mrakdan keladigan suvni narxini ko'tarib qo'ysangiz, borib 5 litrgina olib yoki 3 litrgina olib kelib, siz aytgandek transportini o'zi yuvadi. Moykaga ham olib bormaydi. U yoqda elektr toki uchun ham pul oladi. Oldingi kunda biz uyimiz oldilaridan ariqlar o'tadi. Uylar bu ariqlarni yopib bordi hammasi. Suv qarab ketadigan joyi yo'q. Ular bo'yicha qanday ishlar amalga oshiryapsizlar? Bugungi kunda nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, butun dunyoda suv masalasi global. 2 milliard aholi sanitar toza suv iste'mol qilmaydi. Keniyalik bitta ayol ro'zg'ori uchun kerak bo'ladigan suvni olib kelish uchun 32 kilometr masofa bosadi. Yuqorida sanab o'tgan aspektlar borki, biz suvga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimizni talab qiladi. Hozirgi kunga suv qayerdan kelib qayerga chiqib ketadi? Biz bitta xonadonma-xonadon kirsak ham jismonan ulgurmaymiz. Hamma o'zi uchun asrasin suv. 100 yildan keyin qaysi holatga keladi? 5 metrdan 15 metrgacha yer osti suvlar zaxirasi pastga tushib ketgan. Bu fojia. Nafaqat suv zaxirasiga nisbatan, ekologiyani har bitta qatlamiga nisbatan ilmsiz yondashadigan bo'lsak, biz farzandlarimizni shu muammo bilan yakkama-yakka qoldiramiz. Qanday nazoratga olasizlar shu narsani? Suv ijtimoiy masala. Aka, tasavvur qiling, bitta domda biz masofadan turib domni o'chirib qo'ysak, u yerda kasali bor, bemori bor, hojatxona degan bizda bir kichkina xona bor, lekin uni suvni to'xtatib qo'ysangiz, u 2 soat 3 soatda portlab ketadi o'sha ko'p qavatli uylar.